Malika bilan 7 palvon 3-qism. Bir kuni havo nihoyatda ochiq chaqda 7 palvon atagandala ishikdan chiqib, ovchilik qilib mengibdi. Malika uyda qilib, uyni tozalab, andin dariza yonida yeb egirgash, qadrdon akallarning kelishini kutib o'ltiribdi. Malika dariza yonida naqshi etqash, yeb egirib o'ltirsa, ishik oldida to'satdan ish qavab ketibdi. Malika beshini ko'tarib qarasa, Milach mal satadigan bir mo'may ishik oldida turg'idek. Mo'may hassa bilan ishni qo'g'ilg'ash tovlabdi. Mal sotaman. Malika darizadan beshini chiqarib, "Tinchlikmi qadrlik mo'ma, nima sotsiz?" deb so'rabdi. Mo'may Dal sendek chiroyli qizlarga mos keladigan chiroyli narsa, har xil ranglik, har xil fasondagi lentalarni sotaman, debdi. Hamda 5 xil rangli yipdan to'qilgan bir tal lentani chiqaribdi. Malika bunday chiroyli lentani ilgari zodi ko'rib boqmagan ekan. Uni ko'rib, to'liq xushal bo'ldi. Hamda ishni bir yoqqa haydab yetib, hovlining eshigini ochib, "Mama, men mushu lentani olay", debdi. Malika pulni to'lab bo'lsa-mu, mo'may rangdor lentani unaga bermasdan, "Qizjoq, sen shuncha go'zalkansan. Dunyoda tangdashsiz go'zal ekansan. Kagin, men sana bu lentani bog'lab, bu go'zallikingni bir ko'rib boqay", debdi. Malika buning razil o'gay onasi topgan hiyla ekanligini faqatla bilinmabdi. Uydagi it to'xtamasdan qavab, mo'mayga etilib berib, uni tishlamoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, Malika uni qo'g'lab yetibdi. Malika mo'mayning yig'ilida bog'lishi uchun uning oldiga kelib turibdi. Ammo mo'may lentani to'satdan Malikaning bo'yniga chang bog'labdi. Malika nafaslanmay yerga yiqilib tushib, hushidan ketibdi. It o'qdek etilib kelib, bu dajjalni tishlamoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, u hassini shiltib ishni qo'g'lag'ash. "Malika, sen endi dunyodan o'tgan go'zallarning go'zali bo'ladigan bo'lding", deginicha ketib qoldi. It to'xtamasdan etilib kelib tishlagashga, mo'may o'ylada turolmay talaga qaychib chiqibdi. 7 palvon aqshimi uyga kelib qarasa, So'yimlik Malika yerda medar-sedar qilmay o'likdek yotqudek. It uning atrofida aylanib, achchiq qavab turg'idek. 7 palvon hayron bo'lib, Malikaning quchqiga elib qarasa, uning bo'ynida chang bog'ib etilgan lent turg'idek. Ular lentini darhol kesibdi. Shuning bilan Malika aran nafas elib, asta-asta astiga ketdi. 7 palvon Malikadan bugun tushdan burun bo'lgan ishlarni tafsiliy anglab, bu ishni Malikaning o'gay onasi qilganligini tanib, Malikaga, "So'yimlik singil, siz ko'rgan o setiqchi mo'may boshqa bir kim emas, dal sizning razil o'gay onangiz. Cho'qim ehtiyot qiling, uni yana kelamdikin deb o'ylaymiz. Biz yo'q chaqda uyga hech kimni kirgizma", debdi. Malika ma'qul debdi. Xanish o'rniga qaytib kelib, sehrlik aynakdan yana "Kim eng go'zal?" deb so'rabdi. Aynak yanala 7 palvonning uyidagi qiz eng go'zal deb javob beribdi. Xanish bu gapni anglab, Malikaning texi hayot ekanligini bilib, uni cho'qim o'ldirib etishga qasam qildi. U bir ayol Berxondan zahar yasash usulini o'rganib, bir dona zaharlik targ'oq yasabdi. Bu targ'oq ajoyibkan. Qo'lga olsa, tussa, hech nima bo'lmaydi ekan. Ammo uningda chash darisa, odam zaharlanib qoladi ekan. Xanish bu targ'oqni yasab bo'lib, yana mo'may siyog'ida yasinibdi. 7 palvonning uyining oldiga kelib, "Mal sotaman", deb to'labdi. 7 palvon bugun atagandala ishdan agashtirib, ko'l bo'yiga yavi o'rdak o'g'lig'ila ketgan bo'lib, Malika kirqat yuyayotgan ekan. U talaga qarab, yuqori ovozda, "Biz hech nima olmaymiz. Yo'lon qilmang. Men bu uyga bir kimning kirishini xohlamayman", debdi. Ammo mo'may talada turib yana, "Qizim, sana bir narsa ko'rsatsam bo'la", debdi.
hamda heliqi zaharlik targ'oqni chiqarib egiz ko'tiribdi. Malika bu targ'oqni to'limi yoqtirib qapti. Hamda mo'mayning mehribon chiroyini, yaqinlik turqini ko'rib, o'z-o'ziga bu mo'mayning xanish bo'lishi mumkin emas. Xanish asaldan mo'z chiroy. Debdi-da, berib eshikni ochibdi. Mama, bu targ'oqingni nech pulga sotsan? Debdi Malika. Voy qizchaq, sen nemancha chiroyliq. Faqat senla mening bu targ'oqimga loyiq ekansan. Qara, bu targ'oqning jazisi zumratdan, tishlari pil tishidan yasalgan. Uning ustiga teg'i marjon ko'z qo'yilgan. Bu targ'oq bilan chechingni tarasang, cheching qap-qora bo'lib, menga aqarmaydi. Qizchaq, men bir qarabla seni mushu targ'oqning egisi bo'lishga loyiq deb o'yladim. Mundaq bo'lsin, sendan faqat 3 tilla olay. Debdi mo'may. Malika bu targ'oqni to'limi yaxshi ko'rib qapti. Mo'mayning o'zini go'zal deb to'xtamay maqtashlarini anglab, to'limi xushal bo'pti. Hamda mo'mayga bo'pti, 3 tilla bo'lsin. Men bu targ'oqni oldim. Deginicha 3 tillani chiqarib, uningga beribdi. Mo'may yana Malikaga Qizchaq, sen bekli chiroyli ekansan. Mendek qiyr mo'maymi seni ko'sa yaxshi ko'rib qoladi. Keyin men sening chechingni tarab qo'yay, ha? Debdi. Bechora Malika mo'mayning shomni yetini bilmay, uning oldiga o'tib, chechini taratqizibdi. Targ'oq boshqa sanjilishi bilan tangla, zahar o'zining kuchini ko'rsatibdi. Malika shu hamon o'shini yo'qitib, yerga yiqilibdi. Mo'may bu yerda xushal turgan paytda to'satdan sirtdan ishning qavashlari anglanibdi. Aslida yetib olgan ishtini elib, ko'l bo'yiga kelib, bir talmo o'rdak olib bo'lanmay turishiga, ularning ishti qattiq qavab ketgan, hamda ularning kiyimini tishlab, uyi tarafga tortgan edi. Palvonlar, bu it bir narsani sezdimi nima? Uyda yolg'iz qolgan Malikaga bir ish bo'ldimi nima? deb o'ylashib, ovchilikni darhol tashlab, uylariga tezdan atlangan edi. Mo'may ishning qavashlarini anglab, qo'rqqanidan birdam turmay, o'rmonlikqa badar tikib yetibdi. Yet palvon uyga kelib qarasa, darvaqa Malika yerda yotqudek. Ular Malikani darhol quchqiga elib, uni yana qutqizib, hushiga keltiribdi. Ular Malikaga nasihat qilib, "Suyimlik singil, buningdan keyin bakmi diqqat qiling. Har qanday notanish odamni endi hargiz uyiga kirgizmang. Chunki biz sizni yo'qitib qo'ysak, cheksiz azoblanamiz." deyishibdi. Malika qizirib, past ovozda ma'qul bo'pti. Razilxonish o'rmonlikdan ordisiga qaytib kelib, yana aynak bilan paranglashibdi. Ammo aynak yanala yetib olganning uyidagi qizning uningdan ming hassa go'zal ekanligini aytibdi. Xonish bu qitim Malikani o'ldiramaganligini bilib, hasad o'tida lavuldab yenibdi. Men jazman eng yaxshi chora tepib, sendek la'natini hamon o'ldirib etaman. deb yana bir qitim qasam qildi. Suyimli kichik do'stlar, bu qitim Razilxonish zodi qandaq suiqasdlarni planlab chiqa. Xonishning razil suiqasdi bu qitim amalga oshamo.